ko'pchilik yo'qotamiz, kerak emas o'zi-ku. Birinchi rasm olaylik-ku, o'sha rasm bilan taxlamoqchimiz, rasmni joylashtirishimiz kerak. Image reference. Olamiz o'sha top bo'lgan, sketch qilgan rasmimizni tanlab bosamiz. Mana chiqadi. Qarang, agar x o'qi bo'yicha qaradim, x ni bosdim qani bu yerdan. Bu holatda keyin ammo chiqib ketsalaringiz ba'zida rasm ba'zan xalaqit berishi mumkin sizlarga. Faqat shu tarafdan qarasam chiqqan, boshqa tarafdan kerak emas deyish mumkin. Bu holatdan hamni o'chirib qo'yamiz. Faqat x o'qi bo'yicha ko'rinadi, boshqa tarafdan ko'rinmaydi. Bizga nima kerak ekan? Shu model yasash uchun. Silindr. Men silindr ko'raman. 9 ta silindr kerak. Demak, silindrni olamiz. Oldik silindrni. Buni umumiy o'lchamini kichiraytiramiz. S bilan. Keyin aylantirish uchun rotate x o'qi bo'yicha buni qilamiz, 90 ni bosamiz. 90 ni bosib, buni qilib to'g'rilab olamiz ana. G bilan. Qarang, G ni bosib, men Z bilan qilmayman. Ana bu boku. Shuni bossam oh my gosh. G ni bosdim. Yana men bosaman-ku, istagan joyimga to'g'rilab beradi o'zi. Lekin magnitcha baribir yo'qolishi kerak boshqa narsalar uchun. Yo'qoldi magnit. Keyin statistikani yo'qib qo'yaman. Bilib turishim uchun nechta yuza bilan taxlayman modellarni. Keyingi qilayotgan ishim face orientation yoqaman. Chunki juda egri bo'lsa sразу menga bildirsin. Kichiraytirdik. Mana bu narsalar 0.48 turibdi. Buni qilish uchun Ctrl A scale bilan 1 tamam. Endi edit modga o'taman. Mana obyekt modga qilayotgan ishim yo'q boshqa. Mana bu narsani olib yuzani tanlayman, nuqtachalarni tanlayman. Nuqtachalarni tanlashim qarang. Agar bunaqa holatda tursa, nuqtalarni tanlandi deb o'ylaysiz hammasini. Lekin orqa taraf qolib ketadi. Lekin wireframe rejimida orqa tomoni ham, old tomoni ham ko'rsa bo'ladi. Chunki bu qanaqadir ringga dedik-ku, ringga hammasidan ko'rasiz-ku. Nimasiga aytdi? Xuddi shunday. Endi G ni bosaman, qaysi o'q bo'yicha, Y o'q bo'yicha olib shunchami cho'zamiz, bo'ldi. Bu tomonni ham G, Y. Shu qachami? Cho'zamiz, bo'ldi. Endi ikkinchi qilayotgan ishim extrude ni tushuntirish. Extrude nima? Endi qarang, ko'tarish kerak, to'g'rimi? Men nima qilaman? Agar S bilan ko'tarsam, deyman, bu yo'q ham ko'tarib qo'yapti. Shuning uchun men bitta yana yuza qo'shib, shu yuzani ko'paytirishim kerak. Bu yerdan kesim paydo qilishim kerak, to'g'rimi? Qo'shish kerak-da. Ana beri extrude degani bor. Bizga yashilchalar beryapti. Ya'ni yuzani yanada ko'paytirish. Qisqa kodi E. Biz E bilan ishlaymiz, shunday. E ni bosdim. Shundan nima qildim? Extrude mantig'i. G просто cho'zadi. E bir nuqtadan qoldiradi, o'shani oldindan bitta cho'zadi, davomidan cho'zadi. Bizga aynan o'sha E kerak. Qarang, o'sha deylik E ni bosdim. Select teshdan chiqdi, kimdir menga gapirdi. Men yana keldim-u, yana E ni bosdim. Nimadir qiladi. Ana beri hozir 32 ta yuza 32 ta nuqta bo'lish kerak edi. Bu 64 ta nuqta. Bu nuqtalarni birlashtirish kerak. Bu uchun merge by distance. 32 ta nuqta ketdi deyapti. Bo'ldi. Demak, endi buni olaman-u, mana bu chiziqchaga qarab rasm sifati past ekan ozgina. Mana shu ko'ryapsizlar, nima bo'layapman. Kattalashtiraman S bilan. Lekin bundan oldin prosta mana o'zi extrude tushuntirdim, lekin bunday qilmaymiz. Hozircha beram 14 ta bersiz. Tak, ana bu yerni olamiz tanlab. Chunki ikkala tarafni ham bir xil-ku, ikkala tarafni ham bir xil cho'zsa bo'ladi o'zi. Sizga ko'rsataman. Buni olamiz. Bu tarafni ham tanlab olish mumkin. Faqat yuzdan tanlash kerak o'zi. Nimagaki tushuntiraman. Ikkita yuzani olamiz. Ikkita yuzani oldim. E ni bosdim. S ni bosaman, qaysi yo'q bo'yicha, Y yo'q bo'yicha cho'zaman. Ikki taraf ham bir xil cho'ziladi. Ana bu qulaylik. Endi ikki tarafni ham kattalashtiramiz. Keyin yana S bilan Y o'q bo'yicha buni kichiraytiramiz. Shaklimiz mana shunaqa chiqdi.
keyin yana eni bosaman. Keyin yana S Y E bilan cho'zamiz. Keyin endi buni yasashim kerak. Qanday yasasam bo'ladi? Yana e'ni bosib shuni kattasini kerak. Yo, yana ko'p tanlash kerak. Nimadan? E bilan E'ni bosasiz. shu E bilan eslab ketaveraman, lekin sizlarga ko'proq narsa o'rgatmoqchiman. Deylik, yana bitta deylik silindr olamiz. Rotate x yoqi bo'yicha 90 gradus. Keyin buni kichraytirib, keyin buni Kichraytirib. kattalashtirib. Yana shu yoqqa qo'yasiz o'zi to'g'ri? Yana kichikroq mayroq qilaman. Bir xil bo'lsin-da. Keyin kattalashtiraman. Ozgina. Yana toraytiraman. Y yoqi bo'yicha yig'ishtirib qo'yaman. Narsamizga. Böyle. Endi xuddi shu narsani scale'larni to'g'rilash uchun Ctrl A, scale. Endi boyagidek qirralarni qilamiz. Qirralarni to'g'rilash uchun bizga oldingiday bevel kerak. Tanlab oldim qirralarni. Ctrl B. Kontrol beri bosib. Holatga qarab-da, yaxshi bo'lsa, masalan, Keyin buni to'g'rilagan so'ng shift J bilan yana bitta olib kichraytirsa bo'ladi. Agar yuzlar o'tib ketsa qarang, qizilga ketibdi. Bu teskari yuzlar ko'rmayman debdi. Olamiz endi sumuz qilamiz. Silliqqina tushirib chiqqan. O'shani shuni o'qib yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Shift J bilan Bunday qilib. Böyle. Yokida xuddi shuni shift D qilamiz. Buni kattalashtiramiz. Keyin shift D. Shift D. Keyin kichraytiramiz uchun. Buni o'zimiz bera qo'yamiz. Keyin shift D. Buni ham kichraytirib. Buni qilamiz. Keyin shift D buni olamiz. Qo'yamiz. tayyor. So'rmi? Endi bu tarafda nimasi chiqdi? Go'zal. Deylik, unaqa narsa chiqqani uchun Buni ham sirlash kerak. Shift Ctrl B bilan. bitta so'rasini boqaling. Buni to'g'rilash kerak bo'lsa. Kerak. Agar kerak bo'lsa, ana buni belgilab buni qilamiz. Bitta narsa. Agar ana shu aynalarni belgilab chiqinglar desam, sizlar shift bilan bunday qilib belgilab chiqaringlar. Chiqarsizlar, shundaymi? Lekin oson usuli borki, altni bossak, o'sha chizib bo'yicha ketayotgan yo'nalishni shunday tanlasak, shunday o'zi tanlab beradi. Alt bilan demak shuni. Keyin Boyagidagi yana e'ni bosib, seni bosib kattalashtirib biladi, to'g'rimi? man nima qilaman? Yana shiftni bosib, yana altni bosaman. Shift bilan alt ikkalasini bosib turgan holatimda ana uni bossam, buni o'chirmasdan buni ham belgilaydi. Ya'ni aynan qilib belgilaydi. O'l, endi buni Ctrl B qilsam, sizlar xohlagan narsa bo'ladi. Shu kerak? Bunaqa edimi? Shunaqa emasmi? Bunaqa emas edi-ku. Xayr, yasadik. Necha? yo'q, men orqasini aytdim. Orqasini chiqaramiz böyle. Orqasini chiqarish uchun deylik, bitta aynalarni olamiz. Men nima qilgan bo'lardim? Ana shu aynalarni shift D qilib, mana shu yerga tushirib olaman. Mana shift qilib, bunday. Keyin buni ishlaverasiz yana to'g'ri. Ularni Bitta chiziqni bitta chiziqni duplikat qildim. Lekin bu chiziq o'sha edit mode rejimida bo'ldi, ana bu model bilan birikib qolgan bu. Shu model ichida. Demoqchimanki, olib kelsangiz agar to'g'ri keladi shu bilan. Bir xil bo'ladi. shunday olib ana shu yerga keltirib qo'ydim. Endi Endi ana buni olib, G, Natijalarni. Y, magnitni endi buni olamiz. Sol. Nero. Keyin agar F ni bossam, to'ladi amri. Tab F mi yo'q? F o'zi. Tab nima bu? Tab bunaqa imzotiradi. O'zi qarang. Obyekt mod bu-ku. Umumiy narsalarni sketchat qilib olamiz.
masalan edit mode ichida nimadir olish qiyin. Ana ko'ryapsizlarmi? Cheklov beradi. Agar nimadir olsam ham, ana buni ichida paydo bo'ladi. Ana bu model uchun, ana bu model uchun ta'sir qiladi bu. Olgan ishim. Object mode shunchaki faqat nimadir kiritish uchun, modelni mesh kiritish uchun. Yoki umumiy sarpal o'lchamini o'zgartirish uchun. O'lcham ham edit mode ichida ketaveradi har doim. Oson. Object mode ham qilsa bo'ladi shu ishni. Demoqchiman, object modega ko'p o'tirish kerak emas. Kerakli kublarni boshqasini olamiz, tamom, eslab ketaveramiz. Edit mode ichida. Tak. Endi buni olib ko'chiramiz. Yana shift ni bosaman. G Y böyle yok işte. Şuna bakalım tahminen. Ortacha detalyatsiya qilmadim. Lekin modelimiz taq bo'ldi deganimizda ham xato bo'lib bo'lishi mumkin. Qayerda xatolar bo'ladi? Ana bu narsani qayd qilib turamiz. Heyna bo'lsa yo'shinadi. Modelimizni tanlab olamiz hammasini. Hammasini tanlagandan keyin hammasi qizil turibdi. Bu narsa edit modga o'tmaydi. Nimagaki bitta asosiy model turish kerak har doim. Bitta shiftni bosib, sar qilib qo'yamiz bittasini bosib. Endi o'tadi. Nima qilaman? Birinchi qilayotgan ishim. Demak, face orientation zo'r, qizil yuzalar yo'q. Keyingi qilayotgan ishim 5 burchaklar bormi? 5 burchak undan ortiq burchakli yuzalar. Bor. Mana bu. Undan tashqari qancha bu? Undan tashqari ham bittasini ko'rish kerak. Yo'shinib qolgan yuzalar. Masalan, shuni qo'ldiraman, qolgan hammasini yo'shittirib turay. Shift hash, ana bu tarafni o'chirdim deylik. Kerak emas. Kerak emas, va yo'shmay turadi ana beri. Ko'rinmaydi. Ko'radi buni. Shuni olaman, mana shu joylarni yo'qotaman. Busini yo'qotdim. Bunisini. Bu ham mana shu. Buni ham. Bu yo'qolgan. Endi masalan, hech qanday o'zgarish yo'q, lekin men 4 ta yuzani yo'qotdim. Mana bu ham aylanachlar bo'lib turibdi. O'sha ichidagilarni yo'qotib bilaman. Shift hashni. Yo'qotdim. Shift hashni bosaman, ana. Ko'rinmaydi, lekin katta yuza yo'q bo'ldi. Tak. Buni bu yoqdan yo'qota olmayman. Ko'rinadi chunki. Lekin bu tomondan yo'qotsam bo'ladi. Bu taraf yo'qota olmayman. Bu taraf. Böyle. Artık hash bosish kerak ekan keyin. Endi taxmidi berasak? Emblem noktalar. Ketirishini bosish kerak ekan. Endi qarang, hammasini belgilab oldik. Mana. Endi aynalar yuzalarni yo'qotish uchun Ctrl T ni bosaman. Hamma modellarni uch burchak tashlaydi. O'zi ana bu model zo'r model bo'ldi. Ctrl T ham. Lekin borki, bu yuzasi 4000 deb ketdi. Endi Alt J ni bosaman, 2400 taga tushiraman. Ba'zi ikkita uch burchakni qo'shsa bo'ladigan yuzalarni o'zi qo'shib tashlaydi. 2500 ta. Qaysi bosib? Ctrl T, Alt J. Endi tak. Hammasini belgilayman, birini bosaman. Merge by distance. Yuza 0 0 ta. Hech qanaqa